Alaykum hammaga. Bizdan qulay narxda Damas so'raganlar uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Ko'rishingiz mumkin. Qaymoq rangi. O'ta ideal holatda mashina. Ozmoz kraskalari bor ekan, lekin udar yo'q, butun mashina ekan. Yana bir qator o'zingiz teshib olasizlar. Mashina juda chiroyli holatda turibdi, tashqi ko'rinishlari ham bunaqa yili eski demaydi. Bu mashinani ko'rgan odam. Mashina juda ayab minilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Yangicha holatda taqib qo'yilibdi. Kovrigi yo'q ekan, lekin poliga o'ta zo'r holatda, a'lo holatda turibdi. Bemalol yuvishga ham, tozalashga ham qiynalmaydigan holatda chiroyli kovriklar qilib qo'yilgan ekan. Malibu barlar qo'yilgan mashinaga. Mashinani obshipkalariga ham laminatlar qilib qo'yilgan, juda chiroyli holatda. Patolonlari ham bunaqa urinib ketmagan, chiroyli holatda turibdi mashinamiz. Ko'rishingiz mumkin. Kimga bu mashina qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat, biz pastki raqamimizdan bog'laninglar. Avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsak, $2,5 ga beramiz. Ro'zg'or tebrataman deganlar uchun qulay narxda yaxshi Damas. Hech kim bu mashina 2006-yil demaydi. Marhamat, bizga kuzatishda davom eting. Ilhom Baxti bozorchida yana boshqa mashinalar ham bor. Kerakini vaqt turganingizda yaxshi narxlarda qilib beramiz, xudo xolasa.